Liban daraxtidan chiqadigan shilim hisoblanadi. U jinlar uchun o'ta xavfli hisoblangan o'simliklardan. Sehr ta'sirini ham yo'qotish xossasiga ega. Uning hidi xushbo'y bo'lib, zaharli narsalarni, jinlarni uydan ketkizadi. Jindan ta'sirlangan bemorlar bor uyga tutatib, Baqara surasi yoki Fakku sehr ruqyasini qo'yib qo'yilsa, bemor Allohning izniyle shifo topadi. Oshiq jinlar bezovta qilayotganlar asalga qo'shib iste'mol qilsa va har tun uyqudan oldin uyga tutatib, so'ng yotsa, jin zararidan salomat bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Kundurdan homilador ayollaringizga yegizib turing. Qornidagi bolasi er bo'lsa, qalbi zakovatli bo'lur. Qiz bo'lsa, xilqatini chiroyli qilur, ojizliklarini ketkizur" dedilar. Bu hadis meditsina tomonidan tasdiqlangan. Haqiqatan xotiraning eng samarali da'vosi kundurdir. Ayollarning husnini go'zallashtirib, yuzidagi husnbuzarlarni, dog'larni, xiraliklarni ketkizib, tiniq, xushsurat holga keltiradi. Albatta uni asalga qo'shib iste'mol qilish lozim yoki yuzga suriladigan maskalarga qo'shib suriladi.